Bir tomondan qarz berishlikni ulkan savobli ish ekanligini aytsa shariatimiz, ikkinchi tomondan qarzdor ana shu mas'uliyatni his qilib tezroq qarzini qaytarib berishlikka majburligini, javobgarligini ta'kidlaydi. Assalomu alaykum aziz dindoshim. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Kim Alloh uchun bir yaxshilik qilsa, Alloh unga undan-da yaxshisini beradi. Aziz birodarlar va opa-singillar, shu sabab savob umidida ushbu videoni qo'llab-quvvatlab, like bosib va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizning birgina like yoki ulashgan videoyingiz kimningdir tavbasiga, namoz boshlashiga yoki qalbining yumshashiga sabab bo'lar. Va bu savob sizga ham yozilib boradi. Alloh qilgan yaxshiligingizni o'zingizga nur, qalbingizga xotirjamlik va hayotingizga baraka qilsin. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugun birodarlar qarz haqida dars boshlaymiz. Qarz olish, berish, qarz nima, shariatda qarz berishlik qanday amal, shariatda qarz olishlik qanday amal? Bu mavzuni tanlashimizga sabab juda ko'p odamlar, xususan yoshlar, qarzdan qo'rqmay qo'yayotganligi ko'zga ko'rinib qoldi. Qarz olishlik oson bo'lib ketganligi uchun qarzdor bo'lganlar ham ko'payib ketdi. Ana shu qarzini uzoqmasdan xonavayron bo'lib, bori burdadan ajrab, yurtidan, uyidan, musofir yurtlarda qarz uzamanda yurganlar ko'payib ketdi. Bu suhbatlarimiz orqali insonni hayotida katta bir ahamiyat kasb etadigan masala haqida bahs qilmoqchimiz. Qarz masalasi haqida. Qarz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida marhamat qilib aytadilar. Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan: Qala an-nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Idza khalasa al-mu'minuna minan nar حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة." Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadis. Mo'minlar do'zaxdan xalos bo'lishgach, jannat bilan do'zax o'rtasidagi ko'prikda tutiladilar, to'xtatiladi. Va dunyoda o'rtalarida bo'lib o'tgan zulmlarning qasosini bir-birlaridan oladilar. Nihoyat tozalanib, musofo bo'lishgach, ularga jannatga kirish uchun izn beriladi. Mazolim degani birini ikkinchisida qolib ketgan haqqi. Kim kimni urdi, bu javob qaytara olmadi. Kim kimni haqorat qildi, javob qaytara olmadi, haqqini ola olmadi. Kim kimni pulini, molini oldi, yeb ketdi, qarz bo'lib ola olmadi. Mana shular to'xtab hal qilinmagunicha mo'minlarga jannatga kirishlikka izn berilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umri davomida bir marta haj qilganlar. Ana shu hajjatul vadoda 100 mingdan ortiq odam yig'ilgan joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Katta xutbasining bir qismi. Fa inna dima'akum va amwalakum va a'radakum alaykum haramun. Ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hada. Ey odamlar, albatta qonlaringiz, mollaringiz va obro'laringiz sizlarga, bir-biringlarga haromdir. Xuddi bugungi kuningiz, bugungi oyingiz va bu shahringiz harom bo'lgani kabi. Qarz hamma zamonda bo'lgan. Hamma davrda, hamma makonda, hamma jamiyatda qarz oldi berdi muomalasi bor bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Ammo bizni zamonamizga kelib ayrim odamlarning mana shu qarzga bo'lgan munosabati avvalgi odamlarning munosabatidaqa bo'lmay qo'ydi. Ayniqsa yoshlarni. Yoshlar qarzdan qo'rqmayapti. Qadimdan odamlar bir-biriga yordamlashgan, qiyinchilik bo'lganda ko'maklashgan,
biror bir ehtiyojini qondirish uchun bir-biriga qarz berib olgan. Ijtimoiy hamkorlik uchun qarz. Odamlar modomiki bir jamiyatda yashar ekan, birini mashaqqatini yengillatishlikka ikkinchisi yordam berishlik kerak. Hamkorlik bo'lish kerak. Biri qiylanganda ikkinchisi pul berib yordam berib turgan qarzga. Qarz olingan iqtisodiy rivojlanish uchun. Bir odamning tijorati yurib turibdi, kengayishlikka zarurat tug'ildi. Mahsuloti yaxshi ketyapti. Yana bir ozgina qarz olib zavodiga kirgizsa, yana bir 10 ta 20 ta odam ishli bo'ladi. Jamiyatda ehtiyoji qondiriladi. Demak, iqtisodiy rivojlanish uchun qarz olingan odamlar tomonidan zaruratni qondirish uchun qarz olingan. Biror uy kuyib ketdi to'satdan. Yo bir sel keldi, yer qimilladi, to'satdan ofat keldi. Ko'chada qolmasligi uchun shu odamga qarz berilgan. Demak, qarz insonlar orasida doim bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Muhimi qarz ishini islomiy axloq, shar'iy me'yorlarga muvofiq qilishimiz kerak. Qarz hayotimizdagi muhim ishlardan bittasi. Qur'oni Karimda qarz haqida oyat tushishligini o'zi bu masalalar qanchalar muhim ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Boshqacha qilib aytaman. Qarz haqida oyat tushdimi? Qur'onda qarz haqida gapirildimi? Demak, bu yengil masala emas. Qur'oni Karimdagi eng katta sura Baqara surasi. Ana shu Baqara surasining eng uzun oyati 282-oyat. Qarz haqida. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Ey mu'minlar, agar belgilangan muddatga qarz olsanglar, uni yozib qo'yinglar. Mana qarz olasizlar bir-biringlardan, yozib qo'yinglar deyapti. Qarzni ustida musulmonlar nima ish qilish kerakligi shariat islomiyada aniq qilib yozib qo'yilgan. Odam bolasi borki, birodarlar, qarzdor bo'lib qolishi mumkin. Inson issiq jon, zarurat to'satdan bir kutilmagan ishlar bo'lib qoladi, qarz bo'lib qolishi mumkin. Mumkin. Hatto Muhammad alayhisalom ham qarz olganlar, birodarlar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan ishtara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min yahudiyyin ta'aman bi nasi'atin va rahana dir'an lahu min hadidin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yahudiydan nasiyaga taom sotib oldilar, arpa. Puli yo'q, qarzga nasiyaga oldilar va unga o'zlarining temir sovutlarini garovga qo'ydilar. Rasululloh vafot etganlarida ana shu yahudiyning uyida sovut qolib ketgan edi Rasulullohni. Qarzni lug'aviy va istilohiy ma'nosi. Qarzni lug'aviy ma'nosi arab tilidan kesish, ajratish ma'nolarini bildiradi. Sababi qarz berayotgan odam o'zini molidan bir qismini kesib ajratib berayotgan bo'ladi. Bu lug'aviy ma'nosi. Shar'iy ma'nosi qarz biror kishiga ma'lum muddatga qaytarish sharti bilan berilgan pul yoki mol. Bir narsani berdingiz, pul yoki mol, paytda qaytarib berasiz. Mana shu istilohiy ma'nosi bo'ladi. Birodarlar, islom dini, shariati qarzga bir jiddiy yondashadi, bu masalani jiddiy ko'radi. Bir tomondan qarz berishlikni ulkan savobli ish ekanligini aytsa, shariatimiz, ikkinchi tomondan qarzdor ana shu mas'uliyatni his qilib tezroq qarzini qaytarib berishlikka majburligini, javobgarligini ta'kidlaydi. Kimdir aytishi mumkin. Domla, qarzni yaxshi narsa emasligini hamma biladi-yu, nima keragi bor bunaqa mavzuda dars qilishdi? Qarzni yaxshi narsa emasligini hamma biladi, nima keragi bor bunaqa dars qilishdi? Unaqa savol beradiganlarga aytamizki, bu gapimizni tez-tez takrorlab tursak kerak. Biz qarzdan ehtiyot bo'lish kerak deyotganimizda, manaqa yoshi katta, hayotiy tajribasi ko'p, boshidan issiq sovuq o'tgan oqsoqollarni nazarda tutmayapmiz. Bu darsimizdan ko'zlangan maqsad yoshlar. Zamonamizga kelib mana shu qarz olish, kredit olish, nasiyaga buyum olishlik ommaviy tus olib ketdi. Endi ana shu olinayotgan qarzlar, nasiya, buyumlar aslida kerak bo'lmagan narsalar bo'lib qoldi. Telefon, mashina, konditsioner, mikrovalnovka zarurat emas.
Ammo yoshlarda orasida shu narsa ommaviy bo'lib ketdi. Tushunarlika, bu darslarda biz kimni maqsad qilyapmiz? Biz yoshlarni maqsad qildik mana shu darsimizda. Chunki yoshlarda dunyoga bo'lgan rag'bat kuchli bo'ladi. Hali boshidan issiq sovuq o'tmagan bo'ladi. Dunyoga, orzu havasga, zeb-ziynatga xaris bo'ladi. Ularda atrofidagi olam, interneti, televizori, ulfatlari mana shu dunyoni zeb-ziynatiga bo'lgan xirsini kuchaytiradiki, kamaytirmaydi. Bir marta yashaymiz. Yoshlikda o'ynab qolish kerak. Ulgiysan qolgan narsaga. Hamma olyapti-yu. Bir gap bo'lar, olaver. Tushunarliga bu ma'ruzalar, bu darslarimiz kimga ekan? Yoshlarga. Asl shuki, qarz yaxshi narsa emas. Agar qarz yaxshi narsa bo'lganida, yomon narsa bo'lmaganida, Nabiy sollallohu alayhi vasallam qarzdan panoh tilamagan bo'lardilar Robbisidan. Aks holda payg'ambarimiz qarzdor bo'lib qolishlikdan Parvardigoridan panoh tilamagan bo'lardilar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozda ba'zi rivoyatlarda salomdan oldin shunday duo qilardilar. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr va a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal va a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allohumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami. Ya'ni Rasululloh duo qilar ekanlar, ba'zi rivoyatlarda salovatni o'qib bo'lib, salom berishdan oldin shu duoni o'qir ekanlar. Parvardigor, men sendan azobi qabrdan panoh tilayman. Masih-i Dajjal fitnasidan panoh tilayman. Hayot va mamot fitnasidan panoh tilayman. Parvardigor, men sendan gunohdan va qarzdan panoh tilayman. Sahobalar, yo Rasululloh, nima uchun bunchalik qarzdan ko'p panoh tilaysiz deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innar rajula idza gharima haddatha fakadaba va wa'ada fa akhlafa." Rasululloh aytdilar: albatta kishi agar qarzdor bo'lib qolsa, gapirsa yolg'on gapiradigan bo'lib qoladi, va'da bersa bajarmaydigan bo'lib qoladi. Bu munofiqlikning alomatlaridan ikkitasi, yolg'on gapiradi, va'dasiga xilof qiladi. Yana payg'ambarimiz mana shu qarzdor bo'lib qolishlikdan panoh tilab Robbisiga duo qilar edi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn va zal'id dayni va g'alabatir rijal. Parvardigor, g'am qayg'udan, ojizlikdan, dangasalikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzni bosib qolishidan, ya'ni qarzni to'lolmay qolishdan va odamlarning g'olib kelishidan sendan panoh tilayman. Qarz haqida aytilgan so'zlar, ulug'larimizning so'zlari. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Iyyakum vad-dayn, hammun bil-layli va madallatun bin-nahar." Qarzdan ehtiyot bo'linglar, chunki u tunda g'am, kunduzi xorlik. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Ad-daynu la yunamu lahu bil-layl va la yuhdau lahu bin-nahar." Qarzni deb tunda uxlanmaydi, kunduzi esa xotirjam bo'linmaydi. Abdulloh ibn Umar aytadi: "Li an amuta va laysa alayya daynun ahabbu ilayya min an amuta va mali mithla Uhudin." Men zimmamda qarzim bo'lmasdan o'lishim meni Uhud tog'icha molim bo'lib turib o'lishimdan suyukliroq. Hasan Basri aytadi: "Law kana rajulun yamshi wa huwa madyunun lakanat rijlahu fil quyud." Qarzdor odam ko'chada yurgan bo'lsa ham oyog'i bilan, o'zi aslida oyoqlari bog'langan bo'ladi, deyapti. Buni haqiqatini o'sha yoshlar katta pulni olib, bo'yniga qarzni ilib, pachag'i chiqqandan keyin inay biladi. O'zi avvalgi hayotim zo'r edi ekan. Yegani yelim, kiygani kapan bo'lib, ko'chaga chiqa olmasdan hayotidan osoyishtalik ketgandan keyin aytadi, o'zi hayotim zo'r edi ekan deydi. Sufyon as-Savri aytadi: "A'zamun nasi hamman al-madyunu." Eng katta g'ami bor odam kim? Qarzdor odam, deyapti. Ibn Qayyum Zodul Ma'odda aytadi:
qarz insonning dindorligini zaiflashtiradi va dunyoda xor qiladi. Boya darsni boshida aytdim, albatta hammamizda ham atrofimizda odamlar bilan muomalamiz bor, haqqimiz bor, qarzimiz bor, insonmiz, bo'ladi hammada. Lekin eshitib qo'yinglar, ayniqsa yoshlar. Qanchaligi muhim emas, qarzingiz bormi? Shu qarzingiz ishingizni amallab, ilgarilab ketishlikdan to'sib turadigan to'siq bo'ladi. Soddaroq qilib aytsak, qarz ishingizni orqaga tortadi. Qarz orqaga tortishligini hayotda odamlar ko'p kuzatgan. So'rab surishtirsangiz, ayrim odamlar o'sha ozmida ko'ppida qarzini uzganidan keyin ishi tezlaganligini, rivojlanganligini ko'rishgan. O'zi bor, berib qo'ya olasiz, bermaysiz-da. Tursin deysiz. Birodan $500 qarzingiz bor, palonchidan $300 qarzingiz bor, palonchidan $1000 qarzingiz bor. Yig'ishtirib kelsa 2000 ga bormaydi. Pulingiz bor. Kulyapsiz-a? Bor, uzib qo'ya olasiz, unga muhtojligingiz yo'q. Shu qarzni to'lab qo'ysiz, ko'chada qolmaysiz, bermaysiz. Bermayapsizmi? Ishingizni orqaga qolishini ko'ravering. Hayotda tajribada o'tkazilgan, sinalgan narsa, o'sha ozmida ko'ppida qarzini uzib bo'lganidan keyin ishlar oldiga yurgan odamlarda. Imom Shofiy aytadi: "Al-qardu qaniyatul layl." Qarz tungi uyqusizlikdir. Nimaga qarz ishni orqaga tortadi? Birinchidan ruhiy bosim. Qarzdor odam doim stress ostida yashaydi. Fikri, hayoli faqat qarzini uzish bo'ladi. Endi bunaqa kallasi band bo'lgan bosimdagi odamda yangi tijorat fikrlari, biznes ideyalari bo'lmaydi. Ikkinchidan moliyaviy cheklanish bor qarzdorda. Chunki qarzini uzishga ketadi puli. Ozgina pul topsa qarzga olib borib berish kerak. Yangi bir imkoniyatlar bo'lganda qo'lida sarmoyasi yo'q. Uchinchidan vaqtni, quvvati ketadi. Chunki qarzni boshqarish kerak, haqdorlar bilan muloqot qilish kerak, ularga borib turib egilishingiz kerak, holingizni tushuntirishingiz kerak, quvvatingiz ketadi, energiyangiz ketadi. To'rtinchidan jamiyatdagi mavqeingiz orqaga ketadi. Qarzdor bo'lib qolganligingizni bilsa odamlar, sizga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgarmaydi. Beshinchidan yangi imkoniyatlar boy beriladi. Yangi fikr chiqdi, yangi biznes taklif bo'ldi, lekin qarzingiz bor, qo'lingizda pulingiz yo'q, u ishga kirisha olmaysiz. Umar roziyallohu anhuning so'zini yana bir marta o'qib qo'yamiz. Iyyakum vad-dayn hammun bil-layli va mazallatun bin-nahar. Qarzdan ehtiyot bo'linglar, chunki u tungi g'am, kunduzgi xorlikdir. Mana endi shu qarz haqida bizni zamonamizdagi ko'zga ko'ringan g'arblik sarmoyadorlarni ba'zilarini so'zlarini o'qib beraman. Finansistlardan. U aytadi: "Men ko'p odamlarning spirtli ichimliklardan ko'ra qarzdan ko'proq pul yo'qotganini ko'rdim. Qarz bu muvaffaqiyatga erishishingizga to'sqinlik qiluvchi vositadir. Men qarz olib yutuqqa erishganlarni ham ko'rdim, lekin qarz tufayli yutuqqa erishish emas, balki qarzdan xoli bo'lib turib yutuqqa erishish haqiqiy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlaydi." Yomon qarz, shu zamonamizdagi ko'zga ko'ringan iqtisodchilardan bittasining gapi. Yomon qarz bu sizni cho'ntagingizdagi pulni chiqaradigan qarz, yaxshi qarz esa sizni cho'ntagingizga pul soladigan qarz. Qarz ikki xil bo'lyapti. Yaxshi qarz, yomon qarz. Yaxshi qarz cho'ntagingizga pul soladi, yomon qarz cho'ntagingizdan pulni chiqaradi. Yaxshi qarz qanaqa qarz? Zavodingiz bor, fabrikangiz bor, ishingiz yaxshi ketyapti. Mahsulotingizga talab kuchaydi, lekin imkoniyatingiz ozlik qilyapti, bir 10 ta stanok olish kerak. 10 ta stanok olsangiz, yana bir 20 ta odamni ishga olasiz, elni ehtiyojini qondirasiz, yana pul keladi. Demak, bu yaxshi qarz. Ishingizni rivojlanishiga sabab bo'ladigan qarz. Cho'ntagingizga pul soladigan qarz ekan, yaxshi qarz. Ikkinchisi nima bu? Yomon qarz. Sizni cho'ntagingizdan pulni chiqaradigan, ortiqcha orzu-havasga sarflanadigan qarz. Bizda qaysinisi ko'proq olinadi? Yana aytiladi, qarz bu sizni kelajagingizdan bugunga
pul olish. Bismillahirrohmanirrohim. Qarz haqidagi darsimizning ikkinchi qismi. Odamlar bir-biri bilan muomala qilar ekan, xohlasin, xohlamasin biriga qarz beradi, biridan qarz oladi. Uy solaman deb qarz bo'lgan bo'ladi, unga yordam beriladi. Iqtisodiy o'sishlik uchun qarz olinadi. Xullas, qarz bor narsa. Qiyomatgacha bu yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin shariat mana shu qarz ishini tartibga keltirishlikni xohlaydi, toki musulmonlar mana shu bilib bilmasdan noto'g'ri ishlarni qilib qarz ustida musibatga kirishmasin. Bir tomondan muhtoj odamga qarz berishlik savobli ish ekanligini shariat ta'kidlaydi va qo'lida bor odam undan biroq qarz so'rab kelsa, berishlikka targ'ib qiladi va mana shu ish uchun katta ajr borligini aytadi. Ikkinchi tomondan qarzdor odamga uni mas'uliyatini, yelkasidagi javobgarligini eslatadi, ta'kidlaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Moja rivoyati: "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayni illa kana kasadaqatiha marratan." Bir musulmon boshqa musulmonga 2 marta qarz bersa, bu bir marta sadaqa qilganga o'xshaydi. Qarzni berdingiz, pulingiz qaytib keladi yana o'zingizga. Lekin ana shu pulni sadaqa qilgandek bo'lasiz. Bundan kelib chiqadiki, qarz berayotgan odamga shuncha ajr bor. Shuning uchun shariat bir odam muhtoj bo'lib kelgan paytda qo'lida bor odam qarz bergin, shunga yordam bergin, o'zingga yaxshi bo'ladi deb qarz berishga nima qiladi, targ'ib qiladi. Sufyon as-Savriy aytadi, sadaqa berishimdan ko'ra birovga qarz berishi menga mahbubroq. Chunki sadaqa deydi, muhtoj bo'lmaganlarga ham berilishi mumkin, ammo qarzni faqat muhtoj odam oladi. To'g'ri-da, bir mahallaga olib borib bir ehsoningiz bor, tarqatyapsiz. Unmidi, shakarmidi, yog'midi? Unga muhtoj odam ham oladi uni, muhtoj bo'lmagan odam ham olaveradi. Ehsonda u. Ammo qarzni esa faqat muhtoj odam so'raydi. Shuning uchun birodarlar, qarz berishlik savobli ish. Odamlarga qarz berishlikka dinimiz targ'ib qiladi va qarz olgan odamning mas'uliyatini ham eslatadi. Qarz agar inson uzmasdan o'tib ketsa dunyodan, muammo bo'ladi unga. Qarz hatto shahidga ham muammo bo'ladi. Shahidni qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Yughfaru lish-shahidi kullu zambin illa ad-dayn." Shahidning qarzdan boshqa hamma gunohlari kechiriladi. Imom Muslimdan. Aytdi-ku, Alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi. Alloh taolo bilan bandaning o'rtasidagi gunohlarni. Banda bilan Allohning o'rtasida bo'lgan gunohlarni Alloh kechiradi. Karim zot, umid qilamiz. Lekin bandalarning haqqiga aralashmaydi. Hatto shahid bo'lgan bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi? Hatto shahid odam ham ana shu maqomiga, martabasiga yetishlikdan qarzi sababli to'xtatib qo'yiladi. Qarz insonni yerda qiynaydi, qabrda qiynaydi, oxiratda asar qilib qo'yadi. Domla, qarzni yaxshi narsa emasligini hammamiz ham bilamiz-ku. Nima keragi bor buncha gapirib? Desa biroq, biz aytamizki, biz bu darslarni yoshlarga ko'proq qaratdik. Hayotda issiq-sovuqni ko'rgan, boshidan har xil kun o'tgan oqsoqollarni emas, yoshlarni. Chunki yoshlarimiz qarzga juda ham bee'tibor bo'lib ketgan. Bizning zamonamizda yoshlarni boshini shunday aylantirishyaptiki, qarzga qanday kirganini bilmay qolyapti. Ko'rpangga qarab oyog'ini uzat degan maqol bo'lardi. Bu maqollar o'shim aktuallik bo'lmay qo'ydi. U olgan qarzini beradigan daromad manbai yo'q. Bir gap bo'lar olaver deydi. Hamma olyapti-yu deydi. Shunanliga bu darslarimizdan biz yoshlarni qarzga bo'lgan munosabatini o'zgartirishni xohlayapmiz. Abu Qatoda roziyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni oldida turib, Alloh yo'lidagi jihad va Allohga iymon keltirishlik eng afzal amal ekanligini aytdilar. "Ya Rasululloh, aytingchi" dedi bir kishi. "Agar Alloh yo'lida o'ldirilsam, gunohlarim kechiriladimi?" Rasululloh: "Ha, agar Alloh yo'lida o'ldirilsang, sabrli,
ajr umid qiluvchi, yuz o'girmay olg'a borgan holingda o'tsang, xatolaring kechiriladi. So'ng Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deding? Qanday aytding? Haligi odam yana takrorladi. "Ya Rasululloh, aytingchi, agar Allohning yo'lida o'ldirilsam, xatolarim kechiriladimi?" Rasululloh aytdilar: "Ha, sabrli, ajr umid qiluvchi, yuz o'girmay olg'a borgan holingda, faqat qarzdan tashqari." Albatta Jabroil menga shuni aytdi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Muslim rivoyat. Mo'minning ruhi osilib turadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: "Nafsul mu'mini muallaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu." Rasululloh aytadilar, mo'minning ruhi o'lganidan keyin qarzi to'lanmagunicha osilib turadi, asir bo'lib turadi. Imom Ahmad, Termiziy, Hokim rivoyat. Muallaqatun bidaynihi, qarzi sababli osilib turadi. Nima degani? Imom Suyuti aytadi, ya'ni u boyagi ruh, mo'minning ruhi o'zini ulug' maqomidan to'sib qo'yiladi, deydi. Iroqiy aytadi, qarzi uzilgunicha uning ishi to'xtatib qo'yiladi. Ya'ni hukm qilinmagan, najot topdimi bu ruh yoki halok bo'ldimi, ma'lum emas. Imom Shavkoniy aytadi, bu holat mana shunday bir osilib turishi, hukm qilinmasdan qolishi mayyitni o'ziga bog'liq bo'ladi. Ya'ni mana shu mayyit dunyoda qarzini to'lab qo'yishlikka qodir bo'lib turib, to'lamagan bo'lsa shu holatga tushadi. Endi bu holat ana shu mayyitning vorislarini mana shu mayyitni qarzini tezroq uzishlikka targ'ib qiladi. Ammo kimdir qarz bo'lib o'tgan bo'lsa, qo'lida dunyosi bo'lmagan bo'lsa, ammo qalbida shu qarzni uzaman degan niyati bor bo'lgan bo'lsa, Alloh uni qarzini ado qilib qo'yadi. Keyingi hadis ana shu qarz olayotgan odamni niyati qanchalar muhim ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu. Rasululloh aytadilar, kim odamlarning molini olsa, qaytarish niyati bilan Alloh unga yordam berib, uni qarzini ado qiladi. Va man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahulloh. Endi kim odamlarning molini olsa, nobud qilishlik niyatida, qaytarmaslik niyatida, Alloh uni talofatga uchratadi, uni nobud qiladi. Ma'qulmi? O'zi asli qarz olishdan ehtiyot bo'lish kerak. Imom Tabaroniy Abu Umomadan marfu holatda rivoyat qildi. Man dana bidaynin fi nafsihi fawafahu wa mata tajawazallohu anhu va arda gharimahum bima sha. Kim qarz olib, uni qaytarish niyatida bo'lsa va qarzini ado qila olmasdan vafot etsa, Alloh uni avf qiladi va haqdorlarni o'zi bilgan narsa bilan rozi qilib qo'yadi. Olayotganda uzaman degan niyatda oldi, harakat qilib yurib o'lib qoldi. Alloh taolo haqdorlarni o'zi rozi qilib qo'yadi, deyapti. Davomini o'qiymiz. Endi kim qarz olib, qaytarish niyatida bo'lmasa va shu holda vafot etsa, qiyomat kuni Alloh haqdorga uni haqqini undirib beradi. Tushunyapsizmi? Inson qarz bilan o'ladigan bo'lsa, mana shu insuruh, mana shu ruh yetish kerak bo'lgan maqomdan, manzilatdan to'silib turadi. Qarz insonni dunyoda sharafini, erkinligini, hattoki iymonini xavf ostiga qo'yadi. Bu degani qarzdor odam qarzini uzmasdan o'lgan bo'lsa, Allohning huzurida bu odam ozod inson deyilmaydi. Ha, birodarlar, iymonli kishi ham, hatto shahid odamda ham qarzi bor bo'lishi mumkin. Agar shu holatda o'tadigan bo'lsa, ular ham jannatga kirishdan to'xtatib turiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir mayyitni olib kelishsa, kafanlab, janoza o'qishlik uchun qarzi bormi deb so'radilar. Qarzi bor desa, o'qimasdilar. Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi vafot etdi. Biz uni yuvib, xushbo'ylab kafanladik.
Keyin payg'ambar alayhissalomning oldiga janoza o'qish uchun olib keldik. U zot bir necha qadam bosdilar, so'ng uni qarzi bormi deb so'radilar. Biz 2 dinor qarzi bor yo Rasululloh dedik. U zot orqaga qaytdilar. Ya'ni o'qimadilar. Shunda Abu Qatoda 2 dinor meni zimmamda yo Rasululloh dedi. Shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarz beruvchining haqqi vafot etgandan soqit bo'ldimi dedilar. Abu Qatoda ha dedi. Shundan keyin payg'ambar alayhisalom janozani o'qidilar. Rasululloh qarzi bor odamni janozasini o'qimas ekan. Buxoriy va Muslimda keltiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarzdor holda o'lgan odam olib kelinsa, aytardilarki, bu mayitni qarzini to'lashga biror narsasi bormi? Qarzni to'lagani biror narsa qoldirganmi? Agar bor deyilsa janoza o'qidilar, yo'q deyilsa o'zingizlar o'qib qo'yinglar deb janoza o'qimasdilar. Tushunyapsizlarmi ukalar? Qaysi darajada? iPhone 7 chiqdi oldinglarmi? Ha? Qarz bo'lsa ham olinglar, orqada qolasizlarmi? Bir marta yashasanglar axir dunyoda. Qatilarkan boshqalardan. Nimaga ular tutadi-yu siz tutmaysiz? iPhone 17 ni olgan bo'lsa, u boy 55-60 ga kirdi. 40 yildan beri biznes bilan shug'ullanyapti. Unga yarashaveradi, uni puli bor. Senga bo'lmoqmi? U o'sha maqomga, o'sha boyligi necha yilda yetdi? 30 yil, 40 yil biznes bilan shug'ullanib, ene yetdi. Senga kim qo'yibdi? Sen hali bo'lsang, kim qo'yibdi senga? Deydigan otasi, akasi yo'q. Deydigan jo'rasi, oshnasi yo'q. Balo bormi senga? Qarz bo'lmaslikning eng oson yo'li nima? Kunidan rozi bo'lishlik. Boshingda toming bormi? Bor. Issiq ko'rpang bormi? Bor. Yegan ovqating bormi? Bor. Bemalol yuribsanmi? Tushun, sen eng baxtli odamsan. Payg'ambarimiz aytganlaridek, "Man bata minkum aminan fi sirbihi." Kim o'zini to'shagida xotirjam tong yottirsa, demak uyi bor, to'shagi bor. Muafa fi badanihi. Tanasi ofiyatda bo'lsa, uxlayapti, turyapti, yeyapti, ichyapti, kirib chiqyapti. Va indahu quta yawmihi. O'sha kunga yetadigan taomi bo'lsa, eng baxtli odam shu deb payg'ambarimiz beryaptilar baxt formulasini. Sen kimlarning formulasiga erishyapsan? Qarzdorlikdan omon bo'lishning yo'li hammamiz bilgan qanoat va sabr. Inson unga berilgan rizqqa rozi bo'lishi, nafsini tiyishi. Va tushuninglar, bu nafs hech qachon to'ymaydi. Rasululloh aytganlaridek, agar inson bolasiga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchi vodiy oltinni orzu qiladi. Insonning ko'zini tuproq to'ldiradi. Birodarlar, inson to'ymaydi. O'shuning uchun biz o'zimiz ota sifatida, ona sifatida farzandlarimizni qanoatga, sabrga, rozilikka o'rgatishimiz kerak. Nimaga qarzga kirib ketdi bolamiz? O'sha ta'lim tarbiyani bermadik, qalbini biz to'ldirib qo'ymadik bu yerga rozilik bilan. Qarz, avvalgi darslarimizda aytdik, zarurat qarzi bor va zarurat bo'lmagan qarz bor. Zarurat qarzi, kamoliyat qarzi. Zaruratsiz qarz bo'lishlik bu hirsning natijasi. Qaytaraman, zaruratsiz qarzdor bo'lish bu hirsning natijasi. Ulamolar aytishadi, bandadan sodir bo'ladigan hamma gunohlarning asli 3 ta gunoh. 3 ta gunoh bor, hamma gunohlar shu 3 ta gunohdan suv ichadi. Agar mana shu 3 ta gunohni inson qalbida tiyib olsa, nafsida tiyib olsa, qolgan gunohlardan qutulishi juda ham oson bo'ladi. Ana shu 3 ta gunohning birinchisi kibr, ikkinchisi hirs, uchinchisi hasad. Kibr, hirs, hasad. Kibr shaytondan bo'ldi. Hirs Odam alayhissalomdan bo'ldi. Mana bu daraxtning mevasini yemadi edi, hirsi qo'zib yedi. Uchinchisi Qobildan bo'ldi. Hasad qilib ukasini o'ldirib qo'ydi. Bizi mana shu darslarimizni mavzusi bo'lgan qarzdorlik ham aynan mana shu hirsga borib taqaladi. Boshqalarda bor, unda yo'q. Ko'radi, hirsi qo'ziydi. Ammo olgani puli yo'q.
Shunda nima qiladi odam? Nafs xohlab turibdi. Hirsi qo'zib turibdi. Nima qiladi? Qarz oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qad aflaha man aslama va ruziqa kafafan va qannahu Allohu bima atahu." Kim islomga kirsa, yetarlicha rizqlansa va Alloh unga bergan narsasiga qanoatlantirib qo'ysa, batahqiq najot topibdi. Ana kim baxtli odam? Iymoni bor, rizqi yetarli va Alloh unga qanoat bergan. Demak, qarzni sababi nima ekan? Hirs ekan. Endi shu hirsdan qutulish uchun, qanoatga, kuniga rozilikka yetishlik uchun nima qilish kerak? Birinchisi, dunyo haqidagi tasavvurini tuzatish kerak. Dunyo hayotiga bo'lgan munosabatini to'g'rilashlik kerak. Bu dunyo biz uchun imtihon hovlisi deb tushunish kerak. Bu dunyo mukofot yoki jazo hovlisi emas, imtihon hovlisi. Biz bu yerga sinovga kelganmiz degan narsani tushunish kerak inson. Ikkinchidan, dunyo hayotida yashar ekan inson boylarga emas, o'zidan boyroq bo'lganlarga emas, balki o'zidan kambag'alroq bo'lgan odamlarga qarash kerak. Yana ana shu hirsdan qutulishning yana bitta bir yo'li, inson haqiqiy ehtiyojini bilish kerak. O'zi uchun zarur bo'lgan narsani bilish kerak, zarur emas ortiqcha narsani ham farqiga borish kerak. Va yana bir yo'li, qarzdorni holiga qarash kerak. O'sha hirsi qo'zib qarzga bir narsa olaman deb turibdimi? Katta qarzga kirib qolib, hayoti xonavoyron bo'lib ketgan odamlarni ko'rish kerak. O'y, o'sha kuniga rozi bo'lmasdan qarz olaman degan ukalar, shu qarzga kirib qolgan odamlarni so'rab surishtirib, holidan xabar olinglar-da. Qaniydi seni problemalaring endi bo'lsa meniki deydi. Nimaga unaqa deydi? Chunki kattasiga kirib ketdi-da. Kim o'zi xohlayotganda qilib yashashga yeta olmayotgan bo'lsa, sabr qilish kerak. Shoshilmaslik kerak. Chunki shoshqaloqlik, besabrlik, qanoatsizlik insonni qarzga botiradi, oxir-oqibat afsusga tiqib qo'yadi. Yana qaytarib aytaman, hozirgi yoshlar hamma narsani birdaniga bo'lishini xohlayapti. Unaqa bo'lmaydi, jon akalar. Alloh taolo osmonni yerni 6 kunda yaratgan. Alloh taolo bo'l desa bir lahzada hammasi bo'lar edi. Nimaga 6 kunda yaratdi? Bizga ibrat, bandalar hamma narsa sekin-sekin bo'ladi degani. Sabr Allohning va'dasiga ishonish, uni fazlini kutish. Innama yuvaffas-sabiruna ajrahum big'ayri hisob. Albatta, sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz to'liq qilib beriladi. Tushuninglar, ukalar, qirg'ida pasidagilar, sizlar hali yoshsizlar. Palonchi hoji akaga boy bo'lgan yana bir 25 yil vaqt bor sizlarga. Shoshilmanglar. Tez kelgan boylikdan qo'rq. Birdaniga uy oldi, birdaniga 4 ta uy oldi, birdaniga 10 ta mashina, birdaniga tilla ko'mib tashadi uydagilarni. Unaqa bo'lmaydi-da, jon akalar. Yo bu dedi ekishizga siraz 700 ta pishadimi? Ha? Chachasiz biri chiqadi, biri chiqmaydi. Sabr qilinadimi? Nimaga shoshilasizlar? Qachon qarz olish mumkin? Qachon shariat qarz olishingizga ruxsat beradi, qarz olishlik joiz deydi. Islom dini qarz olishni faqatgina zaruriy holatlarda deydi, olishlikni joizligini va faqat juda ehtiyotkorlik bilan yondashlikka targ'ib qiladi. O'zi umuman dinimiz birodarlar mo'min odamga qanoatga, sabrga, kuniga rozilikka chaqiradi-da, nafsiga ergashib ketishlikdan qaytaradi. Mana qaranglar. Nasiya bilan ishlaydigan do'konlar bor, xos. Hamma narsani nasiyaga beradi. E'tibor bering-da, nasiya savdo halol, to'g'ri, xo'p. Endi ana shu nasiyaga berayotgan shu do'kondagi mollar sizni hayotingiz uchun zarurat narsami hammasi? Ha, ehtimol zarurat narsalar ham bordir, lekin aksariyat berayotgan nasiya narsalari zarurat emas, kamoliyat. Tomini yopolmayapti, qish kelib qoldi, qarzga tuniki olsin, bu zarurat.
Tomni yopdi, eshik romga pul yetmayapti, qarzga olsin, bu ham zarurat. Ko'mir kerak, qish kelib qoldi, bu zarurat. Shunaqa zaruratmi shu do'konda sotilayotgan narsalar? Ha birodarlar, nasiyaga berishlik shariatda joiz. Nasiyaga bir narsa olishlik mumkin muhtoj odamga, faqat o'sha olayotgan narsamiz zaruratmi? Qani shunaqa bir nasiya do'kon bo'lsa, shunaqa muhtoj bo'lgan qurilish materiallari sotsa odamlarga. Qish kelib qolgan paytda ochib qo'ysa, tunuka bo'limi nasiyaga beramiz deb, chunki zarurat bo'lib qoldi odamlarga. Yo ko'mirda nasiyaga bersa qishda. Yo'q. Biz ana shu nasiya do'konlardan olayotgan narsalarimiz va bolalarimiz olayotgan narsalar kamoliyat. Usiz ham kuningiz o'tayotdi. Hayotda qarz tufayli halok bo'lganlar juda ham ko'p. Hozirgi kunda qarzi yo'q odamni topish qiyin. Deyarli hammani qarzi bor desak adashmasak kerak. Kimdir bankdan olgan qarzni, kimdir boshqadan olgan. Ha, ba'zilar zarurat uchun olgan bo'lishi mumkin. Lekin ayrim odamlar, ehtimol ko'pchilik zarurat bo'lmagan narsa uchun qarz olgan. Takror aytamiz, biz qarzdan ehtiyot bo'lish kerak deyotganimizda qanaqa qarzni nazarda tutyapmiz? Kamoliyat, zebi zinat, zarurat bo'lmagan narsalarni qarzga olishdan ehtiyot bo'lishni chaqiryapmiz. Hashamat uchun olingan qarz, orzu havas uchun olingan qarz, zaruratsiz qarz. Hozirga kelib odamlar nima uchun qarz olyapti? Ayniqsa yoshlar. Sanaylar. Yangi telefon, yangi mashina, sayohat, yangi mebel, uy jihozlari, restoranda to'y qilish, ijtimoiy rang-baranglik uchun. Shu narsalar aslida bunga hozir zarurmidi? Ana shu qarzni olishdan avval shu savolni berishimiz kerak. Shu olmoqchi bo'layotgan narsam, nasiyaga, qarzga menga hozir zarurmi? Yo'q, bu savolni olayotganda bermaydi. Qachon beradi bu savolni? Ish xolta bo'lgandan keyin. Qarzga botib, to'lolmay, uyqusi qochib, haqdorlar tinchitmasdan jonidan to'ylagandan keyin aytadiki, menga kerakmidi shu narsa deydi. Shuning uchun qarz olishni rejalashtirib turgan ukam, shu savolni o'zingga ber. Muammolarga kirmay turib, uyini sotishga majbur bo'lmay turib, tinchliging, halovating buzilmay turib, el yurt orasida bo'yning egilib qolmasdan turib, pushaymonga botmasdan turib o'zingdan so'ra. Menga shu narsa hozir zarurmi? Shu narsaga muhtojmanmi? Shu narsani olmasam hayotim to'xtab qolmaydimi? Arzimagan 3 kunlik dunyo hayotini deb turib, oxiratda boy berib qo'ymaslik kerak. Esimizdan chiqmasin. Hatto shahid ham o'zini maqomiga yetishlikdan qarzi sababli to'silib qoladi. Alloh azza va jalla mana shunday bir zaruratsiz qarz olishlikdan Alloh o'zi bir panoh bersin. Kunimizga rozi bo'lib, sabr qanoat qilib yashashlikka tavfiq bergan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Qarz oldi berdisi Odam alayhisalomdan bu yog'ida bor va bundan keyin ham bo'ladi. Qarzni odamlar zarurat uchun oladi, hoy havas uchun, orzu havas uchun, isrof uchun oladi. Modomiki qarz insonlarning hayotining bir qismi ekan, shariati islomiya uni ana shu qarz ishini tartibga keltirishini xohlaydi. Biz bu darslarimiz orqali yoshlarni maqsad qilganmiz. Qarzni yomon narsa ekanligini hamma biladi-yu domla. Nima keragi bor buncha gapirishdi deb kimdir aytmoqchi bo'lsa, aytamizki, biz bu gaplarimizni yoshlarga qaratdik. Chunki yoshlarda orzu havas, hirs, dunyoga bo'lgan muhabbat boshqalardan qattiqroq bo'ladi. Qo'shimcha ravishda, tinimsiz ravishda atrofimizda mana shu dunyo matohi reklama qilinyapti. Ko'zimizga o'tdek ko'rsatilyapti. Shunga qiziqib turib, qo'lida puli bo'lmagan odamlar, yoshlar ayniqsa qarzga kirib ketyapti. Ha, odamlarning ba'zilari qarzni zarurat uchun olayotgan bo'lishi mumkin. Ammo yoshlarning ichida xususan qarz bo'lib ketayotganlarni qarasangiz, unaqa zarurat uchun qarz olayotgani yo'q. Yangi telefonga, mashinaga, sayohatga, ijtimoiy rang-baranglik uchun. Shuning uchun o'tgan darsimizda oxirida aytdik, ana shu qarzni olib, botib, to'lamasdan uyini sotib, ko'chada qolib, adab cho'pini yegandan keyin aytadiki, menga o'sha qarz kerakmidi o'zi?
o'sha narsani qarzga olishim zarurmidi deydi, lekin kech bo'ladi. Shuning uchun qarz olmoqchi bo'lib turgan ukam, akam, yaxshilab o'zingga shu bir savolni ber. Men qarzga olmoqchi bo'layotgan o'sha narsa menga hozir juda ham zarurmi? Muammolarga kirib qolmay turib, ko'chada qolmay turib, el yurt orasida bo'yni egilib qolmay turib, shu savolni ber. Menga kerakmi hozir? Juda ham zarurmi? Shuni olmasam o'lib qolmaymanmi? Shuni olmasam ko'chada qolib qolmaymanmi? Arzimagan 3 kunlik hayotni deb turib, zebi ziynatini deb turib, o'zini inson musibatga qo'ymasligi kerak. Yoshlarni ana shu qarzga bir narsalarni olishlikka targ'ib qilayotgan narsa reklama. Tinimsiz ravishda o'sha dunyoning matohi, hashamati reklama qilinadi. Haligi narsa muhabbati qalbiga tushadi, ishqi tushadi, xirsi qo'ziydi, olay deydi, puli yo'q. Yana oson varianti turibdi. Kredit ol deydi. Qarz ol deydi. Hozir mana shu kredit olish, qarz olish oson bo'lganligi uchun qarz olayotganlar ham ko'p, qarz orqasidan musibatga kirib ketganlar ham ko'p. Odam alayhisalom qissasiga qaytaylik. Odam alayhisalomning jannatdan chiqib ketishligiga bir ish sabab bo'ldi. Ana shu ish, ana shu sabab hozir ham bor. Bor bo'lganda ham bu sabab bizni o'rab olgan har tomonimizni. Reklama. Odam alayhisalomni jannatdan chiqargan narsani reklama desak, adashmaymizmi? Iblis kelib, Alloh taolo man qilgan ana shu daraxtning mevasini yeyishlikda reklamasini qildimi? Alloh azza va jalla Odam alayhisalom va Havvo uchun jannatda hamma narsani muhayyo qildi, hamma narsani halol qildi. Faqat bitta mana bu daraxtga kelma, buni yema, zarar ko'rganlardan bo'lib qolasan dedi. Bitta imtihon, qaranglar, otamiz Odam alayhisalomga bitta imtihon bor. Mana shu daraxtga kelmasang bo'ldi. Hamma yo'q seniki. Och qolmaysan, yalang'och qolmaysan, xullas jannat. Iblis kelib nima dedi? Astagfirullah. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh-dhalimin. Alloh taolo aytadi. Biz aytdik, ey odam, sen jufting bilan jannatni maskan tutgin va undan xohlagan joylaringda bemalol taomlangin. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmaginki, u holda zolimlardan bo'lib qolasan. Bitta imtihon. Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Fawaswasa lahuma ash-shaytonu liyubdiya lahuma ma wuriyasa anhuma min sawatihima. So'ng shayton ularni berkitilgan avratlarini ochib yuborish uchun vasvasaga soldi va qala ma nahakuma robbukuma an hadhihi shajarata illa an takuna malakayni aw takuna minal khalidin. Shayton aytdi: Parvardigoringlar sizlar farishtalarga aylanib qolmasliginglar uchun yoki jannatda abadiy yashab qolmasliginglar uchungina mana shu daraxtdan sizlarni man qildi. Endi qarang, savolni bering. Farishta bo'lib qolishinglarni xohlamadi. Ya'ni shu daraxtning mevasini yesanglar, farishta bo'lib qolasizlar va abadiy bo'lasizlar. Keyingi oyatda bitmas tuganmas mulkni va'da qildi. 3 ta narsa: farishta bo'lib qolish, abadiy qolish, boylik, bitmas tuganmas boylik. Endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Odam alayhisalomga jannatda shu 3 ta narsa kerakmidi? Farishta bo'lib qolsa, erkak ayoli yo'q, yeyish ichish yo'q. Jannatda edi, shunday ham abadiy edi. U yerda pulni nima qilar edi? Ko'rdingizmi shaytonning vasvasasini? Odam alayhisalomga umuman kerak bo'lmagan narsalarni aytib qiziqtirdi. Bizni tilda reklama qildi. Nima deb reklama qildi? Farishta bo'lib qolasizlar, abadiy qolasizlar, boylik. Jannatda bu uchalasi ham kerak emas edi. Va qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Va albatta men sizlarga xolis nasihatgo'yman deb qasam ichdi. Ey odam, men senga abadiyat daraxtini va yo'q bo'lmas mulk-u davlatni ko'rsataymi dedi. Odam alayhisalomga jannatda bu narsalarning bittasini ham keragi yo'q edi.
farishtaga aylanish, abadiy hayot, bitmas tuganmas boylik. Ana shu kerak bo'lmagan narsalarni aytib qiziqtirdi. Yotlab tashlaysizlar bir xil narsalarni reklamasini. Qaytib agressivniy reklama deb qo'yadi bu marketingda tilida. Aytaveradi, oxiri quyilib qoladi. Zaruratsiz qarz olayotganlar, orzu havas uchun qarz olayotganlar, ularda ham shayton boshqarib qo'ymayaptimi? Ular ham o'ziga savol bersa bo'lar edi. Men qarzga olmoqchi bo'lgan o'sha narsa menga zarurmi? Meni shu ishni qilishlikka kim targ'ib qilyapti? Iymon, e'tiqodim, aqlimmi yoki nafsim bilan shaytonmi? Shuning uchun qarzni osonlik bilan yelkasiga ilib olayotganlar o'zini iymoni, aqli bilan maslahat qilyaptimi yoki shaytonning xoy-havaslari, makri bilanmi? Kerakmi degan savolni ukalar olishdan avval beringlar. Va katta qarzga kirib ketgan odamlarning hayotini ko'rib turib bir xulosa qilinglar. Modomiki qarz insonlarning hayotida bo'lar ekan, shariat uni tartibga keltirishini xohlaydi. Qarz ishlarini. Qarz yozib qo'yilishligi kerak. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Ey mu'minlar, agar belgilangan muddatga qarz olsanglar, uni yozib qo'yinglar. Bu Alloh taoloning buyrug'i. Buni qilishligimiz shart, vojib, lozim va lobud. Oldi berdi bo'ldimi? Qog'ozga tushirib qo'yishlik kerak. Toki merosxo'rlari agar bu odam o'lib ketsa, bilsin otasini qarzini ham, haqqini ham. Chunki vafot etgandan keyin meros taqsim qilishdan avval qarz masalasi hal qilinadi. Mayyitning qarzlari bo'lsa, avval o'zini qoldirgan molidan berib, bularning hisob-kitobini bitirib qo'yib turib, keyin vasiyatga o'tiladi. Vasiyatdan avval qarz ishlari hal qilinishligi kerak. Min ba'di vasiyatin yusi biha aw dayn. Bu taqsimotlar qilingan vasiyat va qarzlar ado qilingandan keyin bo'lar. Xo'p, mana endi kimdir qarz olishiga kerak bo'ldi. Haqiqatan zarurat bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Birinchidan, qarz olishlik istisnoiy holat bo'lish kerak, odatga aylanib qolmasligi kerak. Ikkinchidan, qarzni olgandan keyin yozib qo'yishlik kerak. Uchinchidan, qarzdor qarzni to'lashda saxiy bo'lish kerak va cho'zmaslik kerak. Tezroq to'lashlik harakatini qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mutlul g'aniy zulmun." Boy odamning, qodir odamning qarzini to'lamasdan cho'zishligi zulm deganlar Rasululloh. Shuning uchun o'tgan safargi darsimizda aytdik, qarz ishni orqaga tortadi dedik. Qo'lingizda palonchidan qarzingiz bor, berib qo'yadigan pul bor. O'sha qo'lingizdagi pulni bir 4dan 1, 5dan 1 qismini bersangiz qarzdan qutulasiz, lekin bermaysizda so'ramayapti deb. Ushlab оборотga kirgizaman deysiz, o'sha qarz bo'yiga biz aytayotgan pulingizni 5dan 1, обороtingizni naborot qiladi. O'sha 100 so'mda оборот qilmasdan 20 so'm qarzingiz berib qo'ying, 80 da оборот qiling, ishingiz o'sganini ko'rasiz. Xayrun nasi ahsanuhum qadoan. Rasululloh aytadilar, odamlarning yaxshisi qarzini yaxshi to'lovchisidir. Buxoriy va Muslimdan. Xo'p, qarz olishiga to'g'ri keldi. Niyatni to'g'ri qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana quyidagi biz o'qiydigan hadislarida qarz olayotgan odamning niyati qanchalar muhim ekanligini bilib olsak bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallohu anhu." Kim odamlarning molini qaytarish niyatida olsa, ya'ni to'layman, qaytarib beraman degan niyatda qarz olsa, Alloh unga yordam beradi. "Va man akhadha yuridu itlafaha atlafahulloh." Endi kim odamlardan molni olsa qarzga qaytarib bermayman degan niyatda, talofatga uchratish niyatida olsa, Alloh uni molini, uni pulini talofatga uchratadi. Demak, qarzni olayotgan paytda chin dildan niyat qilmagan bo'lsa, qaytaraman deb, Alloh bunaqa odamga yordam bermaydi. Qarzni to'lamaslik niyatida olgan odam o'g'ri hisoblanadi. Payg'ambarimiz aytadilar:
ayyuma rajulin yadinu daynan wa huwa mujmi'un ala an la yufiyahu iyyahu laqiyallohu sariqon. Qaysi bir kishi qarz olsa-yu, u qarzni uzmasligini qasd qilsa, Allohga u odam o'g'ri holida yo'liqadi. Shuning uchun qarzga kirishga majbur bo'lib qolgan bo'lsak, zarurat uchun olaylik, keragicha olaylik, oshiqcha olmaylik va albatta to'layman degan niyatda olaylik. Qarz olayotgan odam shu qarz olayotgan paytdayoq birinchi imkoniyat bo'lib qolgan paytda qaytarib beraman degan niyatni qilsin va qo'lidan kelgancha sabablarni qilsin. Alloh taolo unga yordam berishligini sabab shartlardan bittasi shu. Qarangda, niyatga. To'layman desangiz Alloh yordam berar ekan. 3 ta odamga Alloh taolo yordam beradi. 3 ta qarzdorga Alloh taolo yordam beradi. Abu Said al-Hudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Salasatun haqqun alallohi azza va jalla aunuhum. 3 kishiga Allohning yordami haqdir. Qarzdor bo'lgan 3 ta odamga Alloh albatta yordam beradi. Al-mukatabul ladzi yuridul adaa. Qul o'zini xo'jayini bilan kelishuv qilgan. O'zini ozod qilishlikka, manoncha pul olib kelib berasan, ozodsan. Mana shu mukotab deyiladi. O'sha pulni topib ozod bo'laman degan niyatda qarz bo'lgan bo'lsa, mana shu qulga Alloh taolo albatta yordam beradi. Albatta ozod bo'ladi inshaalloh. Ikkinchisi, vannakihul ladzi yuridul afafa. Uylanayotgan bir odamki, yigitki zinoga kirib ketmay, iffatini saqlay, pokiza turay, uning uchun uylanishim kerak deb turib, puli yo'q, qarz olyapti uylanishlikka. Mana shu niyatda Alloh taolo bunga ham yordam beradi, qarzdan qutuladi. Val g'ozi fi sabilillah va Allohning yo'lidagi g'ozi, jangchiga. Mana shu 3 ta odamga Alloh taolo albatta yordam beradi. O'zi umuman qarz so'rash kimga mumkin degan savol bo'lsa, payg'ambarimizning ushbu hadisi shunga javob beradi. Kim qarz so'rashlikka haqqi bor? Kimga halol? Qarz so'rash faqat 3 kishiga haloldir. Mana endi ko'raylik. Payg'ambarimiz mana shu 3 ta odam qarz so'raversin deyapti, ruxsat beryaptilar. Rajulin tahammala himalatan fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Bir kishi qarz so'rashi mumkin. Kim u? Bir kishiki garovni zimmasiga olgan, ya'ni birovni o'rtada bo'layotgan muammoli masalan bo'ldi, men to'layman deb turib hal qilib qo'ydi. Boshqalarning muammosi hal bo'lishi uchun, o'rtadagi janjalni to'xtatish uchun men to'layman deb bo'yniga oldi. Mana shu odamga qarz so'rash halol bo'ladi. To shu narsani ado qilgunicha, keyin to'xtaydi so'rashda. Va rajulin asobatu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusiba qiwaman min ayshin. Ikkinchi odam kim? Bir kishining moli mulkini ofat yo'q qilgan. Ya'ni yuk cho'kib ketdi dengizga konteynerda, yo bir dehqonchiligini qor urib ketdi, shamol urib ketdi. Unga so'rash halol bo'ladi. Toki yashash uchun yetarli narsaga erishgunicha. O'sha yashash uchun bir yetarli narsaga ega bo'lib qolganda so'rash to'xtatish kerak. Uchinchisi, va rajulin asobathu faqatun hatta yaquma thalathatun min zawil hija min qawmihi laqad asobat fulanan faqa. Yana bir kishiki kambag'allikka duchor bo'lgan, toki uning qavmidan 3 ta aqlli odam palonchiga kambag'allik yetib qopti deb qo'ysa, ya'ni 3 ta aqlli odam shu odam muhtoj bo'lib qopti desa, shunga halol bo'ladi so'rash. Toki yashash uchun yetarli narsaga yoki hayotini tiklashga erishgunicha. Birinchi toifa, bu bir kishi odamlar o'rtasidagi nizoni, janjalni bartaraf qilish uchun garov yoki tovonni to'lashni bo'yniga olgan. Ana shu odam odamlardan so'rashlik mumkin bo'ladi. So'raydi, to'lovni qoplaganidan keyin to'xtatadi. Ikkinchi odam, bunaqa odam shunaqa bir ofatga uchraydiki, hamma yo'qidan mahrum bo'ladi. U ham so'rashi mumkin, to shu ehtiyojini qondiradigan narsaga erishgunicha. Uchinchisi, bir kishiki qattiq qashshoqlikka tushib qoladi. Ana shu odamga qavmidan bo'lgan aqlli 3 ta odam aytadiki, qiynalib qopti, muhtoj bo'lib qopti deb guvohlikka o'tadi. Shunda unga so'rashi mumkin bo'ladi. U ham
o'ziga yetarli molni topgunicha. Bulardan boshqa holatlarda qabisa odamlardan so'rash harom hisoblanadi. Bu yo'l bilan mol topgan kishi harom mol yegan hisoblanadi. Alloh azza va jalla zaruratsiz qazolishidan o'zi panoh bersin. Alloh taolo bergan rizqiga rozi bo'lib yashashlikka o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Islom qarzni o'z vaqtida ado etishni farz darajasidagi mas'uliyat deb biladi. Qodir bo'lib turib inson qarzini berishlikka, bermasdan cho'zib yurishligi zulm deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mutlul g'aniy zulmun." Boyning cho'zib yurishi zulmdir. Ya'ni shu qarzini uzib qo'yishlikka yarasha puli bor, berib qo'ysa bo'ladi, lekin bermay yuribdi. Mana shu odam zulm qilayotgan bo'ladi. Boyning qarzini to'lamasdan cho'zib yurishligi zulmdir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh aytadilar: "Xoyrun nasi ahsanuhum qadoan." Odamlarning eng yaxshisi qarzini chiroyli ado qiladiganidir. Xo'p, insonchilik, zarurat uchun qarz bo'ldi. Xullas qarz bo'ldi. Imkon bo'ldimi, darrov uzishlik kerak. Qo'lida turib bermayotgan odam zulm qilayotgan bo'ladi. Ajib narsa shuki, bir odamning ikkinchi odamdan qarzi bo'ladi. Haligi haqdor odam badavlat odam bo'ladi. Shu qarzdan qutulib olsin deb turib, zakot chiqaradigan payt kelgan bo'lsa, haligi qarzdorni chaqiradi-da, qo'liga zakotini beradi. Mana endi do'ppisini osmonga irg'itib, Allohga hamdlar aytib uzib olishning o'rniga haligi qarzdor haqdordan zakotini olib turib, nima deydi? Sizdan ham zaril joyi bor edi, hoji aka deydi. O'zi do'ppini osmonga irg'itib, Allohga hamd aytib, shap olib turib, mana oldim zakotingizni, menga o'tdi. Sizdan faloncha qarzim bor edi, mana oling, qutuldim deyish o'rniga sizdan ham zarilroq joyi bor edi deydi. Demak, bu odamning o'zi asli qarzini uzishga niyati yo'q. O'zi shu paytgacha nimaga qarzini uzolmay yuribdi ekan? Demak, niyati yo'q edi ekanda, shuning uchun Alloh unga nima qilmayapti? Qarzini uzishga yordam bermayapti. Qarzni dunyoda ham salbiy oqibatlari bor, oxiratda ham. Mana dunyodagi bir salbiy oqibatlari. Birinchidan, ruhiy, psixologik bosim ostida bo'ladi. Chunki qarzdor insonni xotirjamligi bo'lmaydi, qalbida xavotiri bo'ladi, g'am tashvishi bosib turadi. Umar ibn Hattob aytganlaridek, iyyakum vaddayn. Qarzdan ehtiyot bo'linglar. Fa innahu hammun bil-layl va mazallatun bin-nahar. Qarzdan ehtiyot bo'linglar. Chunki u tunda g'am, kunduzi esa xorlik. Domla qarzni yomon narsaligini hammamiz bilamiz-ku. Nima keragi bor buncha gapirishdi? Degan fikr kelsa kimdir kallasiga, savol kelgan bo'lsa, aytamizki, biz bu darslarimizda yoshlarni nazarda tutyapmiz. Boshidan issiq sovuq o'tgan yosh kattalarni emas, yosh bolalarni, yoshlarimizni qarzga bo'lgan munosabati avvalgilarning munosabatidan farqli bo'lib qoldi. Qo'rqmayapti qarz olgani. Ali ibn Abi Talib aytadi, qarz sababli kechasi xotirjam uxlab bo'lmaydi, kunduzi esa tinchlanib bo'lmaydi. Sufyon as-Savri aytadi, a'zamun nasi hamman al-madyunu. Eng katta g'ami bor odam kim? Qarzdor odam. Demak, birodarlar, kishi dunyoda qarzdor bo'lar ekan, u erkin hisoblanmaydi. Doim qayg'u bilan yashaydi. O'sha katta qarzga kirib qolgan odamlar shu qarzga kirib qolgunga qadar bo'lgan hayoti zo'r ekanligini shunda biladi. Qachon? Qarzga kirib qolganida. Ijtimoiy muammolari bor. Qarzni o'z vaqtida to'la olmasangiz, atrofingizdagi odamlar bilan munosabatlaringiz ham buziladi. Dinga ta'siri. Yuqorida mana bir qancha hadislarda o'qidik. Qarzdor odam qarzdor bo'lib qolganda yolg'on gapirishiga to'g'ri keladi. Va'da berib bajara olmaydi, nifoq alomati paydo bo'ladi. Qarzdan qutulaman deb turli gunohlarga qo'l urishga to'g'ri keladi.
Rasululloh qarzdan juda ko'p panoh so'rardilar. Sahobalardan biri: "Ya Rasululloh, qarzdan nimcha bunaqa ko'p so'raverasiz panoh?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Inna rajula idza gharima haddatha fakadaba va wa'ada fa akhlafa." Chunki inson qarzdor bo'lib qolsa, yolg'on gapiradi, va'da berib xilof qiladi deganlar. Qarzdor odam oxirat uchun yashamaydi. O'sha qarzini uzish uchun dunyo uchun yuradi. Ko'chaga chiqsa ham g'am, uyga kirsa ham g'am. Namozda tursa ham xayoli har yerda. Shuning uchun qarz bir kunlik emas, bir umrlik xastalik hisoblanadi. Bu dunyoviy zararlari edi. Yoshlar, eshityapsizlarmi? Sizlarga tegishli bu dars. iPhone 7 oldinglarmi, olmadinglarmi? Ha? Olinglar qarz bo'lib. Orqada qolib ketamizmi axir? 16sini ololmadik bo'pti. Siraz 17si yilg'ili 15idan. O'sha sizga o'sha narsani nasiyaga, qarzga olishni tavsiya qilayotgan ulpatingizdan uzoqroq yuring. Bir gap bo'lar, aloq deydi. Qayerdan bo'ladi bir gap? Uyingda moling bormi, qo'ying bormi sotib beradigan nima bor? Oyliging o'zi bir cheklangan bo'lsa, senga nima keragi bor unaqa bir hashammi? Palonchilar olgan bo'lsa, ular 30 yil, 40 yillik biznesmenlar, ularga bo'laveradi. Ko'rpangga qarab. Endi mana shu qarzni oxiratdagi salbiy oqibatlari. Hatto shahid bo'lgan inson ham o'zini maqom martabasiga yetishdan mana shu qarzi sababli to'xtatib turiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatiga ham monelik qilishi bor bu narsani. Ba'zi ulamolar shahid odam o'zini maqomiga yetishidan qarzi sababli to'xtatib turgan bo'lsa, endi bu yoqdagi odamlar payg'ambarimizning shafoatiga ham mana shu qarzi sababli yetolmay turishi mumkinligini aytishadi. Qarzi bor odamga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam janoza o'qishdan boshlatganlar. Sollu ala sohibikum. O'zingizlar o'qib qo'yinglar birodaringlarga deb qo'yar edi. Oxiratdagi zararlaridan inson dunyoda qarzini uzmasdan oxiratga ketgan bo'lsa, vafot etgan bo'lsa, u kunda oldi-berdi muomalalar pul bilan hal bo'lmaydi. Savoblar bilan, gunohlar bilan hal qilinadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man mata va alayhi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laysa thamma dinarun va la dirhamun." Kim bir dinor yoki bir dirham qarzi bo'lgan holda vafot etsa, uni qarzi u yoqda oxiratda dinor va dirham bo'lmagani uchun hasanotlari bilan to'lanadi. Zaruratsiz qarzdorlikdan ogohlantiryapmiz. Qo'limizda pul bo'ladi, bo'lmaydi, har xil holatda bo'lamiz. Fe'lan qarz olishlikka zarurat tug'ilib qoladi. U boshqa masala. Biz qaytarayotgan qarz hasham uchun, zeb ziynat uchun, hoy-havas uchun olinayotgan qarzni aytyapmiz. Zaruratsiz qarzdorlik. G'arb olamini qarasanglar, ularning jamiyati kredit degan narsani ustiga qurilgan. Kreditna istoriya deydi. Odamlar ana shu kredit madaniyati tarqagan yurtlarda keraksiz, kerakmassiz mayda-chuyda narsalarni ham kreditga olishga odatlanib qolgan. Bu tizim, bu sistema kredit tarixiga asoslanadi. Ya'ni odam qancha ko'p qarz olsa va uni yaxshi to'lasa, mavqei, jamiyatdagi mavqei shunchalik yaxshi bo'lib ko'rinaveradi. Lekin baribir o'sha kreditga pul olganlar, kreditning kartasi bo'lganlar doim qarzda bo'ladi. Xo'p, ana shu qarzga bir narsa olish, qarzga bir narsa olib yeyish, qarzga bir narsa olib kiyish, qarzga to'y qilish, kredit nima bu? Bu inson o'zining ertangi kunini bugun sotib qo'yishi. Kredit yoki qarzga olingan mana shu buyumlar hali topmagan pulini sarflab qo'yishi. Ya'ni inson ertangi kunini, ertangi kuchini, ertangi mehnatini bugungi kun uchun sotib qo'yishi. Siz hali ertangi kun yashaysizmi, yo'qmi, uni sotib qo'ydingiz. Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan o'g'li bir kuni pul so'radi. Xalifaning qo'lida puli yo'q. Xazinachidan so'rab turmaylikmi, keyingi oyligingizning hisobidan? Bo'pti, bor so'ra dedi. Borib turib xazinachiga aytdi. Otami keyingi oyligini hisobidan, keyingi maoshini hisobidan menga pul berib turasiz ekan dedi. Xazinachi xalifa buyurdi deb shart qildimi? Yo'q.
Otangiz keyingi oyligimdan berib tursin debdi-yu, lekin keyingi oyda yashashiga bir kafolat xati yozib bermabdi-da deydi. Bermaydi. Qaytib kelib turib otasiga Amirul Mo'mininga Umar al-Xattobga bermadi desa, bersa adabini berardim, jazolardim deydi. Mana qanaqa yashash kerak. Bori bilan yashashga odatlanaylik. Bori bilan yashashga odatlanaylik. Orzu havasga berilavermaylik. Bormi oling, yo'qmi kutib turing. Qarzga olib yemang u narsani, qarzga olib kiymang. Zarurat bo'lsa mayli. Qish keldi, ko'mir, zarurat, pulingiz yo'q, qarzga olib turing. Uyga tezroq ko'chib kirishingiz kerak, eshik romga pul bo'lmayapti. Qarzga olib turing, zarurat. Lekin bizni olayotgan qarzlarimizni hammasi ham shunaqami? Aksariyat orzu havasmi? Bu qarzni, mana shu kreditni zararlaridan protsent, foizlar. Kreditlarning aksariyati ribo bilan, foizi bilan beriladi. Bu esa ribo, gunoh kabiralardan. Isrofgarchilik, hashamat yana bitta zarari. Kredit olish oson bo'lganligi uchun insonlar qarz olishi oson bo'lganligi uchun imkoniyatidan tashqari sarflashlikka, hashamatga, zarur bo'lmagan narsalarni sotib olishlikka haris bo'ladi. Agar shu qarz olish qiyin bo'lsa, qarzga birov pul bermasa yoki buyum bermasa, sabr qil, majbur yashaydi. Shu yerda bir mulohaza bor. Mana ko'chada mashinada ketyapsiz, ayrim ishxonalarni, ayrim maktablarni oldida haligi nasiya savdo qiladigan odamlar 2 portur, 3 portur bitovo texnikani tushirib qo'yadi. Keyin shu korxonada yoki maktabda ishlayotgan ishchilar chiqadida nasiya ekan, oyga 1000 so'mdan berib uzib olaman ekan deb turib olishadi. Ko'rasizlar, nasiya savdo halol bo'laveradi. Lekin o'sha yerda bir ajoyib narsa, nasiyaga olayotgan odam xuddi bekarga olayotgandek olaveradi. Keyin so'rasiz, shu narsa kerakmi senga desiz, to'lamay qolganda aytadi, kerak emas ekan deydi. O'tgan safar darsimizni reklama bilan Odam alayhisalom jannatdan chiqib ketganini aytdim-a? Reklamani ishi siz uchun umuman kerak bo'lmagan narsani sizga kerak ekanligiga ishontirish. Usiz hayotingiz hayotmas ekanligiga ishontirish reklamani ishi. Otamiz Odam alayhisalomga jannatda hech narsa kerak emas edi. Shayton kelib aytdi: "Robbilar bilasizlarmi, bu daraxtdan nimaga man qildi? Sizlarni ikkalovinglarni farishta bo'lib olishinglarni xohlamadi. Sizlarni abadiy hayot kechirishinglarni xohlamadi. Sizlarga bitmas tuganmas mulk beradigan daraxtni ko'rsataymi?" dedi. Jannatda Odam alayhisalomga farishta bo'lishda nima keragi bor? Umuman kerak emas. Yemaydi, ichmaydi, erkak ayolli yo'q. Ikkinchisi, abadiy hayot. Shunda ham jannatda edi. Shunda ham abadiy hayoti bor edi. Uchinchisi nima edi? Bitmas tuganmas boylik. Qarangda, umuman kerak bo'lmagan narsalarga ishontirdi shayton. Reklamani ishi mana shu. Sizga kerak bo'lmagan narsani kerak ekanligiga ishontiradi. Ha, reklamada foydali narsalar ham bor. Lekin aksari ine qaranglarda, tinimsiz moncha protsent kredit kartasini oling deb turib, banklarda tinmasdan kredit kartasini reklama qilib o'ladi. Avval aytganimizdek, o'sha nasiyaga, kreditga olayotgan buyumi odam savol berish kerak o'ziga. Shu narsa menga hozir zarurmi? Haqiqatan ham kerakmi? Yo'q, unaqa savolni bermaydi. Qarzni, kreditni zararlaridan daromadning katta qismi qarzini to'lashga sarf bo'lib turadi, o'zini moliyaviy erkinligini yo'qotadi. Shuning uchun g'arbda odam ishsiz qolsa, hamma narsasini yo'qotib qo'yish xavfi bor. Chunki bank mashinasini ham, uyini ham, boshqa narsasini ham shunday tortib qo'yadi. O'shuning uchun ishdan haydaldimi, ko'chada qoldi degani. Tuppa-tuzuk odam ishdan chiqsa, daromad manbaidan ajralsa bo'ldi, ko'chada qoladi. Birodarlar, naqd pulga yashash bilan qarzga, nasiyaga yashashning farqi bor. Shariy holati: naqd pulga yashasangiz, shubhangiz yo'q, ribodan uzoqsiz, barakangiz bor. Nasiyaga, qarzga yashasangiz, ribo xatari bor, baraka yo'q. Moliyaviy holat: naqd bo'lsa, boringizni sarflaysiz. Moliyaviy barqarorlik bor.
Nasiyaga yashasangiz, topmagan pulingizni sarflaysiz. Ruhiy holati. Naqd xotirjamlik, osoyishtalik, stressni yo'qligi, tinch uyqu. Nasiya qarshi doim tashvish, stress, xotirjamlik yo'qolishi. Sarfarajat. Naqd pulni sarflasangiz, tejab ishlatasiz. Imkonga qarab ishlatasiz. Nasiyaga, qarzga, kreditga sarflasangiz-chi, isrofga moyillik bo'ladi. Imkoniyatdan tashqari sarflashlar bo'ladi. Nasiyaga olsa, xuddi bekarga olayotgandek olaveradi qo'rqmasdan. Erkinlik. Naqd shaxsiy va moliyaviy erkinlik degani, nasiya degani shaxsiy va moliyaviy bog'liqlik degani. Birodarlar, naqd pulga kun kechirish insonni qanoatli qiladi, tejamkor qiladi, Allohga tavakkul qiluvchilardan bo'lishni o'rgatadi, Allohga tavakkul qilib yashashni o'rgatadi. Bu esa ayni dinimiz targ'ib qilgan turmush tarzi. Shariatimiz bizdan talab qilgan hayot tarzi ayni mana shu. Rozi bo'lib, boringga qanoat qilib yasha degani. Qarzdan qutulish duosi bor. Abu Dovuddan keltiriladi bu hadis. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga kirsalar, Abu Umoma Bohili radhiyallohu anhu g'amgin bo'lib boshini quyi qilib o'tiribdi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Umoma, sizga nima bo'ldi? Mana shu holatda ko'p ko'ryapman sizni masjidda. Namozdan tashqari vaqtda." "Ya Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Men sizga bir duo o'rgataymi? Agar uni aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ketkazadi, qarzlaringizni to'laydi." Payg'ambarimiz aytdilar: "Ertalab, kechqurun shunday deng. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min g'alabati ad-dayni va qahrir rijal." Parvardigor, men sendan g'am va qayg'udan panoh tilayman. Ojizlik va dangasalikdan panoh tilayman. Baxillik va qo'rqoqlikdan panoh tilayman. Qarzning g'olib kelishidan va odamlarning zulmidan panoh tilayman. Abu Umoma roziyallohu anhu aytadiki, men shunday qildim, Alloh g'amlarimni ketkizdi va qarzlarimni to'ladi. Biz ham shu duoni yozib olamiz va qog'ozga yodlab olamiz. 3 kun, 4 kun, 5 kun o'qiymiz, keyin to'xtatib qo'yamiz. 3 marta, 4 marta qilgan, u yerda qarasa yo'q. Ey, siz 2 marta o'qib qo'ysangizlar problema hal bo'lib qolmaydi. Siz ana shu payg'ambarimizning so'ziga iymoningiz komil bo'lib, mana shu ishni davomiy qilasiz. Alloh iltifot qilsa, xohlasa, ijobat qilib qarzlaringizni uzadi. Imom Buxoriy va Muslimda Oysha roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytiladi, payg'ambarimiz aytar ekanlar: "Parvardigor, men sendan qabr azobidan panoh tilayman, Masih Dajjal fitnasidan panoh tilayman, hayot va mamot fitnasidan panoh tilayman. Ey Allohim, men sendan gunohdan va qarzdan panoh tilayman." Qarzga bee'tibor bo'lgan birodarim, qarz olishni rejalashtirib turgan birodarim, zaruratsiz qarz olmoqchi bo'lib turgan birodarim, kuniga rozi bo'lmasdan kattaroq yeyman, kattaroq ichaman, riskovat qilmasam bo'lib ketmayman ekan deb qarzga kirmoqchi bo'lib turgan birodarim, bilib qo'y. Avvalambor bu ishingdan Alloh rozi bo'lmaydi. Shuni o'zi seni qarzdan qaytarish kerak. Qarz seni xotirjamligingni, vaqtingni, sog'ligingni, asabingni, tinchligingni, halovatingni olib qo'yadi. Qarz seni boshingni egib qo'yadi. Boshqalarga muhtoj qilib qo'yadi. Qarz seni xorlikka, zulmga duchor qiladi. Shuning uchun zaruratsiz qarz olishdan uzoq bo'l. Haqiqiy ehtiyojlaringni aniqlab ol. O'zingning imkoniyating doirasida sarf qilishga odatlan. Halol rizq topishlikka, isrofdan saqlanishga harakat qil. Qarzga shoshilma. Orzu-havaslarda tiyib, sabr qanoat bilan yashashga intil. Qarzdan saqlan. Imkoning yo'qmi? Qarzga botib restoranda katta to'y qilma. Chunki to'yni ertasi ham bor. Esingdan chiqmasin, qarz o'g'il bolani ishini orqaga tortadi. O'g'il bolani shijoatini, g'ayratini so'ndiradi.
Alloh azza va jalla kuniga rozi bo'lib yashashlikka hammamizga tavfiq bersin. Taqdir qilgan rizqiga ko'nib rozi bo'lib yashayotgan bandalardan bo'lishimizga, yashashimizga Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Parvardigor bizni haloling bilan haromdan behojat qil, fazl-u karaming bilan o'zingdan boshqalarga muhtoj qilmagin. Albatta qarz berishning fazilati katta. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayni illa kana ka sadaqatiha marratan." Bir musulmon boshqa musulmonga 2 marta qarz bersa, ana shu 2 marta qarz bergani bitta sadaqa qilgan bilan barobar bo'ladi. Sufyon as-Savri aytadi: "Sadaqa berishimdan ko'ra birovga qarz berishim men uchun mahbubroq." Chunki sadaqa muhtoj bo'lmaganlarga ham berilishi mumkin, ammo qarzni faqat muhtojlar oladi. Nasiya savdo halol. Lekin mana shu nasiya savdoni bahona qilib bir musulmon ikkinchi musulmonni qarz botqog'iga tiqib tashayapti. Bir odamning mashinasi bor. Naqd pulga sotsa 5000 ga sotadi. Asl narxi 5000. Qarzga kirib qolgan muhtoj odam keladi-da, haligi odamdan shu mashinasini so'raydi, nasiyaga. Qarzdor qarzini taqab yotibdi bu yoqda birov, endi berishlikka majbur. Shuning uchun haligi 5000 lik mashinasini 7000 ga o'tkazadi. Bozorga olib chiqib sotsa 5 ga sotadigan mashinasini nasiyaga berayotganligi uchun 7 ga beradi. 2000 foyda qilyaptimi? 40% foyda qo'ydi. Endi o'sha bilan ish bitmaydi. U 7000 ga o'tgan mashinasini ustiga 1 yilga nasiyaga berayotganligi uchun 50% foyda qo'yadi yana. Tanish manzarami? 50% degani 3,5 degani. Endi qarang, narxi asli 5000 lik bo'lgan mashinasi 10500 ga o'tyapti. 100% dan ko'proq foyda qilyaptimi? 5000 lik mashina qarzdorga 10500 ga o'tdi. Bunaqa foyda keltiradigan tijorat qayerda bor hozir? Bunaqa ishni nasiya savdo deb qilayotganlar, ha, to'g'ri, nasiya savdo. Shunaqa ishni qilayotganlar bir musulmonni ko'rib bilib turib qarzga tiqib tashlash emasmi? Ya agar ona bankdan prosentga pul olsa hamchi, bank ham 13%, 15% beradi. Bularni berayotgan sistemasi bo'yicha 100% dan o'tib ketyapti. Bunaqa katta foyda qilayotganini bilganidan keyin boyaga nasiyaga sotayotgan birodar tezda o'tkazib beradi o'zining nomiga, boyaga qarzdorda. Nimaga? Tezroq birovga berib yuborsin deydi. U 5000 lik mashinani 10,5 ga oldi. Naryoqda uni taqayotgan haqdorga olib borib turib, qanchaga beradi uni? 3-4 ming orqasiga sotadi. Avvalgi qarziga yana yangi qarz ilindi. Qulog'i tinchish uchun shu ishni qildi. Endi mana shunaqa yo'l bilan, mana shunaqa sxema bilan mashina sotayotgan boyaga odamga, bu odam to'lamaydi-yu. 100% dan ham ko'p qo'yib yuboribsan. Undan tashqari bu olgan mashinasini to'lagani uni bir tijorati puli yo'q. Qanaqa qilib bunga berding desa, menga nima deydi? Bu dedi uni problemasi deydi. Rozi bo'lib oldimi? Yo'q, meni ishim emas deydi. Bu ko'rib, bilib turib bir musulmonni musibatga tiqish bo'ladi. Ha, bu mashinani bunaqa yo'l bilan sotgan odam bir qaraganda yaxshi foyda qilganga o'xshayapti. Lekin rostdan foyda qildimikin? Bunaqa yo'l bilan pul topayotgan odam u pulini qayerga sarflarkin? Boyagi qarzdor 5000 lik mashinani 10500 ga oldi mustorligi uchun. Agar mustor bo'lmasa, qarzi bo'lmasa, qo'lida pul bo'lsa 5000 ga olar edi. Siz uni mustorligidan, muhtojligidan foydalandingiz. Mustorning savdosi harom. O'zi rozi bo'lib bersa ham, olsa ham. Chunki boshqa iloji yo'q edi uni. Shunaqa sxema bilan ishlaydigan bir guruhda aytishdi menga. Mana shu uslub bilan qarzdorga mashina berishar ekan. Bittasi beradi, shu sistema bilan 100% dan ko'proq qilib, muddat kelib to'lamay qolgan paytda ikkinchisi boradi, mashinamni oldi taklif qiladi. Xuddi shu sxema bilan ikkinchisidan oladi. Shuna qilib turib, haligi odamga 5-10 ta mashinani bergandan keyin, qarzga botirib bo'lgandan keyin uyini sottirib olishar ekan. Odamni tan qoldiradigan narsa, lol qoldiradigan narsa qarzni olayotgan ham bu uslub bilan.
shu uslub bilan qarzni berayotgan ham hammasi namozxon. Hammasi birodarlar, hammasini soqoli bor, hammasi namoz o'qiydi. Tuppa-tuzuk odamlarda mana shu ishlarga aralashib qolganini eshityapmiz. Nima desa katta foyda turibdi-da. Nariga qarzga botgan odam qarzini uzaman deb 10,5 mingga olgan mashinasini 8 mingga o'tkazadi, yana 2 ming qarz yelkasiga ilinadi. Bu mustorning savdosi deyiladi. Mustorning savdosi harom. 5-6 yil o'tib ketdi bu ishga. Bir odam qarzga kelib qolgan. Puli bor odamga kelib turib, "Hoji aka, haftasiga 13% li ish bor" deydi. Desa 10 ming beradi. Haftaning oxirida 1300 foydasini olib kelib beryapti. Ribo. Aniq ribo. Rozi bo'lib beradimi, norozi bo'lib beradimi? Ribo. Chunki muddat bor, bir hafta va miqdor bor, summa bor. 1300. Endi buni o'zini pulini tanidan beryapti bunga. Ishi yo'q bu yoqda. Buni pulini beradigan bo'lmay qolgandan keyin yana bitta odamga borib shu hilani ishlatadi. Bu yerda aytilayotgan narsa aniq ribo. Bir haftada 13%. Surok bor, summa bor. 100 ming bersa haftaning oxirida 13 ming oladi. 200 ming bersa 26 ming oladi. Zo'rda. Ikki tomon ham rozi. Yana bitta holat yaqinda bo'lgani bu. Pulni qarzga berayotgan odam ribo sharti bilan bergan, lekin ikki tomon rozi bo'lgani uchun halol bo'ladigan fatvo bilan yurgan. Ana shunaqa taqvoli ukalardan bittasini ishini ko'ring. Bu hali mazhab kerak emas deydiganlardan ekan, keyin bildik. O'zini ilmli deb bilar ekan, falon joydan o'qib kelgan ekan. Xullas shu ilmlik Qo'shtirnoq ichidagi odam 10 ming bergan, oyda oxirida 13 ming va 1300 foyda beradi. Shu ishni qilib shiqillatib foydani olavergan. Endi boyagi qarzdor botib ketganidan keyin o'zini bir yaqini bilan boradi haligi ilmli odamning oldiga. Haligi yaqini aytadiki, "Uka, sizni bergan pulingiz ribo bo'lib qopti-yu." Desa, "Yo'q, ribo emas aka. Men ilmliman, o'qib kelganman, men bilaman." Masalan, zino harom-a? Harom. Ko'chadagi bir ayol bilan zino qilsangiz harom. Endi shu harom bo'lgan zinoni o'sha ayolni rozi bo'lib nikohingizga olsangiz, u ham rozi bo'lib nikohingizga o'tsa halol bo'lib qoladimi? Ha? Bizning ishimiz ham shunaqa. Ikkalamiz rozi bo'lib berib olganmiz, deyapti. Qiyosni qarang. Bu fiqhdagi yangi usulni qarang, Qo'shtirnoq ichidagi usulni. Ikki tomon rozi bo'lsa, halol bo'lib qolsa, oho, rosa ilmli ekansanmi, ha? Qiyosni qarang. Ikki tomon rozi bo'lsa, halol bo'lib qolar ekan. Senaqa ilmli edi. Qimorbozlar ham o'rtaga pulni tashab oshig'ini otayotganda hamma nima? Roziki bittasini yutib ketishiga. Ilmni qarang. Qaysi mazhabda bor? Qaysi fiqh usulida bor? Bunaqa Qo'shtirnoq ichidagi ilmlida bunaqa usuli qoidasi bilan Qo'shtirnoq ichidagi ish yuritiladigan bo'lsa juda ko'p harom ishlar halol bo'lib ketadi-yu. Ko'ryapsizlarmi bu ilmlilar qanchalar ilmliligini? O'zini to'qib olgan usuli bilan harom narsani halol qilib turibdi. Qaysi mazhabda bor bu? Qaysi usulda bor? Qiyosni qarang. Zinoni nikohga olib kelib turib, shunga qiyoslab qilayotgan ishini halollayapti. Mazhab kerak emas deydiganlardan bu odam. Shuning uchun bironta mazhabda ushlamaganlar o'zlariga mana shunday bir Qo'shtirnoq ichidagi qoidalarni, formulalarni to'qib olaveradi. Agar bu odam bu qilayotgan ishini haromligini bilmay qilayotgan bo'lsa, faqat gunohkor bo'ladi. Tavba qilsin, to'xtatsin. Agar bilib turib halol deyotgan bo'lsa, bu odam haromni halol qilganligi uchun dindan chiqib kofir bo'ladi. Surok bor, summa bor. Bir oyda 15 ming dollar. Bir haftada 2 ming dollar. Dedimi? Tamom, bu ribo bo'ladi.